Odil aka, biz bir xil deb o'ylaydigan shu tovuq tuxumini ham har xil xususiyatlari bor ekan-a? Albatta Ibrohim, har bir taom uchun har xil tuxum tanlash kerak. Misol uchun, quymoq uchun eng yaxshi tuxum. Quymoq uchun eng yaxshi tuxum to'q sariq, 1 kun 2 kunlik yangi tuxum bo'lgan yaxshi. Qaynatib iste'mol qilish uchun-chi? Qaynatib iste'mol qilish uchun, qarang, qaynatib iste'mol qilish uchun 5 kundan 15 kungacha bo'lgan tuxumdan olsanglar, po'stlog'i ajralishi yengil bo'ladi. Qovurish uchun. Qovurish uchun birinchi kategoriya tuxumni tavsiya qilamiz, ya'ni katta tuxum. Buni ham yangilik kuni 2 kundan 3 kungacha bo'lgan yaxshi. Salat uchun tuxumni qanaqa tanlash kerak? Salat uchun qarang, ikkinchi, uchinchi kategoriya, ya'ni mayda tuxumlar yaxshi. Ularning kaloriyasi juda baland bo'ladi va shirin bo'ladi. Omlet uchun qaysi tuxum eng mos? Omlet uchun xona haroratida saqlangan tuxum bo'lishi kerak, xolodilnikka kirmagan yaxshi. U sarig'ini ishib chiqishi uchun va omletni chiroyli chiqishi uchun yaxshi bo'ladi. Shirinlik uchun eng mos tuxum qanaqa? Shirinlik uchun Ibrohim, yangi tuxum yaxshi ko'pirmaydi. 2-3 kunlik, 4 kunlik, 5 kunlik tuxum olsanglar, ya'ni katta tuxum, birinchi kategoriya tuxum olinsa, unda belok ko'proq bo'ladi, jiltokka qaraganda. O'shaning uchun shirinlik uchun 4 kunlik, 5 kunlik tuxum va kategoriyasi kattaroq tuxum olgan yaxshi. O'zingizga qanaqa tuxum yoqadi? O'zimga eng mayda tuxum yoqadi. U shirin ham bo'ladi, kaloriyasi ham kuchli bo'ladi. O'zi bizada bilsanglar agar ko'pchilik katta tuxum deydi, yo'q, katta tuxum emas. O'zi mayda tuxumda katta tuxumga qaraganda kaloriya kuchliroq bo'ladi. Sababi bu yosh tovuq tuxumi, bu уже yaqinda pensiyaga chiqadigan tovuq tuxum bo'ladi.